Tabiatni asrash, unga har tomonlama oqilona munosabatda bo'lish har birimizning burchimizdir. Jumladan, yurtimizda amalga oshirilib kelayotgan tabiatni avaylash borasidagi qator ishlar ham bunga misoldir. Xususan, Farg'ona davlat universiteti ham Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tashkil etilgan Yangi daraxt, yangi nafas eko chempionatida faol ishtirok etmoqda. Bizim bosh maqsadimizdan bittasi ekologik havoni tozalash bilan birgalikda talabalarimizni shu introduksiya qilingan o'simliklar bilan tanishtirishdan iborat.